sochni oldi qismidagi sochlarni o'sing, ya'ni o'zbekcha qilib gapirganda sochni o'samiz, ya'ni soch qismi shunaqa turibdi qo'lida. Bundan ham chiroyliroq bo'lishi uchun mana shu ustidagi qo'nib turgan sochlaridan chiqib turgan shunaqa bu hozir bir xil qachilik kundalik bo'lgani uchun bunda ham o'rgatamiz va sochni siyliklashtiradigan qaychi-tarolarimiz bor, hali keyingi instrumentlarimizda keyingi yildagi taqvimdagi shu kundalik taqvimlarga qarab olib boramiz. O'zbekcha sartaroshli bo'lgani uchun musulmonchasiga ham shu o'ziga pasportga to'g'ri keladigan kundalikni ham olib boramiz. Albatta oxirini o'ylab qo'yganmiz. Ba'zi bir dushmanlarimizdan oldida ana ko'rdingmi degan maqollarni eshitmasligimiz uchun oxirini o'ylab qo'yib bu yoqni boshlaganmiz. Ya'ni ozodlikdan mahrum bo'lib qolmasligimiz uchun, mahrum bo'lib ishimizni sababini qutqarish uchun bizlarni isbotlarimiz bor, guvohlarimiz bor, diplomlarimiz bor. Ana o'sha mahrum bo'lib qolding-u desangda sani ketdi-ku akasi ukasi deyomaslik uchun boshqacha videolarimiz ham bor. Ularni ham hali ko'rib o'tasizlar. Endi ko'pini Xudo rahmat qilsin, mayli o'zimizga nimaganmiz, keyin boshqa qilmaganmiz, ko'pini ajali dard olib ketgan, yoqalasiga yoyib qo'yganmiz va qolganidan Xudoni o'zi asrasin deb yana darsga yashashni boshlaganmiz. Va endi yana o'sha oldingi qismimizga o'tamiz, ya'ni ikkita yonidan sal soch chiqib qolganda birinchi qaychimizni o'rgatib o'tamiz, ya'ni oldi qismi pastga chiqib kinetlar ko'pchilik pastidan boshlab olishadi, undan so'ra yon qismidan tik yurg'izamiz, ya'ni tik yurg'izganimizda tepa qismiga ulashgan, qo'rqmasdan ulashgan, har qanaqa kamisa kelsa ham ortingdan sal o'g'il bola shaxslar yoki sal qiz bola shaxslar kesmasdanmi qo'rqmasdan kelsa, ya'ni o'sha boyagi o'rgatganimizdagi kerak emas shaxs fuqarolar bo'ladi, zamoni qo'lidagi opalar, ukalar ochgan salonda ishlab o'zlari qalbini namoz qilgan bo'lsa o'zi oynaga qarasa kres qoqig'i kaliti turadigan shaxs fuqarolar bo'ladi. U ana o'shalardan qo'rqmagan holda keyin sochini bo'yaydigan boshqa shaxs fuqarolardan uzoqroq bo'lamiz, ya'ni ulardan qo'pol qilayotganda harom gapki cho'chqalarni hidi qiladi. Shuning uchun shunaqasi bor, haliyam 10-15 gramm qolgan, ya'ni bitta kitobda kichkina daftarda kiyiklarimiz qurib ketishmasin va o'quvchilarimiz qurib ketishmasin, ozgina